Assalomu alaykum, hurmatli davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va maktabgacha ta'lim vazirligi. Ushbu murojaatim sizga. Men Toshkent viloyati Begobod shaharida yashovchi Bobur mahallasi fuqarosi 8-maktab o'qituvchilari va direktoriga qilinayotgan mening shaxsiy daxlsizligim, hayot daxlsizligim buzilayotgan arizalar yozilayotgan holatdan butunlay noroziman va ushbu arizalarni qaytadan o'rganishni iltimos qilib so'rayman. Ushbu arizada keltirilgan vajlar tuhmatligi va ushbu vajlar to'liq sinchkovlik bilan o'rganilishini so'rayman. Ushbu vajlar mening shaxsiy hayot daxlsizligimni buzayotgan shaxs tomonidan, firibgar ayol tomonidan yozilayotganligi va ushbu murojaatlar asosida uning asl maqsadi maktabning o'qituvchilarini obro'sizlantirish va ularni javobgarlikka tortish ekanligi aniq arizadan ma'lumdir. Ushbu holatlar bo'yicha murojaat qilyapman. Mana shu ushbu 8-maktab umumta'lim maktabini shu darajaga olib kelgan direktorga, gullatgan direktoriga nisbatan, o'qituvchilariga nisbatan bo'layotgan vaziyatni tubdan aniqlashtirmasdan, o'rganilmasdan, har tomonlama ko'rilmasdan qilingan chora yuzasidan norozilik bildiraman va ushbu murojaatlar qaytadan o'rganib chiqilishini iltimos qilib so'rayman.